Fantaziyalik filmlarni ko'rgan vaqtda biz doim uchar kemaning vaqt tunneliga kirganligini, ondan yana boshqa planetlarni kesib o'tganligidek ko'rinishlarni ko'ra olamiz. Undaqda bu xil ahvol zodi mavjudmi? Amaliyotda kinolardagi vaqt va bo'shliqni kesib o'tish dal qurut o'nkirni ko'rsatadi. Undaqda qurut o'nkiri zodi nima? 1961-yili Avstriya fizik olimi Ludwig Fehlm tunji qatim qurut o'nkir hukmini o'tirib qo'ydi. U olamda o'xshash bo'lmagan ikki xil zamon makonni tutashtiradigan tunnel mavjud bo'lishi mumkin deb qaradi. 1935-yili Einstein bilan Nasin Rossini ikkisi bu hukmga tuzatish kirgizdi. Shu sababdan qurut o'nkir yana Einstein Rossin ko'riki deb ataldi. Odatda qilib aytganda biz deydigan qurut o'nkiri bo'lsa, zamon va makon qurut o'nkiri degan nomdan qisqartib atalishi. U osmon jismlarining aylanishi va tortish kuchining o'rtaq ta'siridan shakllangan. To'mtaqroq qilib aytganda, u xuddi suv ostidagi qaynamning suvda keng tarqalgani o'xshaydi, lekin u yana nihoyat tezda g'oyib bo'lishi mumkin. Qaynam suv yuzi bilan suv ostini texmi yaqinlashtira oladi. Qurut o'nkiri bo'lsa, bir tonnel ichib, shu orqali ikki o'xshash bo'lmagan makon zamon oraliqini yaqinlashtiradi. İnsanlarning qarashida yorug'lik sur'ati insonlar hozirgacha bilgan eng tez surat. U 1 sekundda 100 000 km yura oladi. Har qanday narsa yorug'lik sur'atiga yetishga amalsiz. Lekin qurut o'nkirda bo'lsa, uch sur'ati degandek hukm mavjud emas. Qurut o'nkiri bilan yorug'lik sur'ati o'xshash bo'lmagan ikki xil harakat shakli. Siz qurut o'nkirga kirib, yana bir bechidan chiqqan vaqtingizda, siz yer sharning texi dinozavr davrida turayotganligini bayqashingiz mumkin, yoki allaqachon 100 000 yorug'lik yili olqib ketgan bo'lishingiz mumkin. Qurut o'nkirining dal mushu xil alohida jalb qilish kuchi sababidan olimlar ondan uningga nisbatan uzluksiz tadqiqot va izlanish ilib borgan, hamda kelgusida uningga haqiqiy ma'noda erishishni, uningdan foydalanishni umid qilgan. Mana bugungacha olimlar yanada qurut o'nkirining mavjud bo'lishidagi ilmiy asosni isbotlab chiqa olmadi. Shu sababdan u boshdan oxirigacha faqat nazariyatlar mavjud bo'ldi. Bilishimiz kerakki, ayni vaqtda Einstein faraz qilgan qora o'nkirmi faqat nazariyatlar mavjud edi. Lekin ilm fan taraqqiy qilib 21-asrga kelganda 2014-yili 4-oyning 10-kuni insonlar uning haqiqiy suratiga erishdi. Garchi insonlar tushunadigan olam faqat mustaqning bir burchigidek bo'lsa-mu, lekin ishonishimiz kerakki, insonlar ilm fan saviyasining uzluksiz ilgirlishiga ergishib, cho'qim bir kuni kishilar uni topa oladi hamda uning mavjudligini isbotlay oladi. Bo'ldi, bu qatimlik sayohat oxirlashdi. Texnik ko'p mazmunlar olam siri salonida.